O'rtoqlar, Sherobod Tandir filiali Dubayga o'tish arafasida. O'rtoqlar, Dubaydan Sherobod Tandir filialini ochish maqsadida o'zimizni Zemlak, Surxondaryo 15 yildan buyon ko'chmas mulk va turizm sohasi bo'yicha ishlab kelayotgan Ro'zoy aka oldiga keldik. Assalomu alaykum Ro'zoy aka. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Bu yerda biznesimizni kengaytirish maqsadida kelgandik, lekin juda ajoyib taklif tushyapti. Ro'zoy aka, o'zimiz o'zbeklarga, Sherobod Tandir obunachilarga nima qizg'in, jaydar taklifingiz bor? Ularga har qanday investitsiya qilish bo'yicha har qanday yordamimizni bera olamiz va albatta 20 yillik zolotoy vizani, ya'ni gold vizani qo'lga kiritish uchun ko'maklashamiz. Ro'zoy aka, 40 ming dollar, ya'ni 4 pachka limonim bor. Dubaydan shu pulga uy olsak bo'ladi. Nima deysiz aka? Bemalol boshlang'ich to'lov o'sha 4 pachka limoningizni bemalol to'lov qilib sizga olsak bo'ladi. Bu Keyingi masala, kadastr hujjati qanday bo'ladi? ajoyib kadastr hujjati bitta pasportingiz evaziga o'z nomingizga rasmiylashtiriladi va 90 kun ish kunida qo'lingizga olib beriladi. Ro'zoy aka, Sherobod Tandir nomidan chiqib sizga uy xarid qilsa yoki Dubayga samolyot qilsa, siz bonus sifatida Sherobod Tandir obunachilarga nima hadya qilib bera olasiz? Bonus sifatida biz yo'l xarajatlarini bemalol qoplab beramiz. Aviachipta xarajatlarini qoplab beramiz va mehmonxona xarajatlaridan qoplab beramiz. Demak, Sherobod Tandirdan kelsalaring, Sherobod Tandir nomini aytsalaring, aviachipta O'zbekistondan Dubay, Dubaydan O'zbekiston aviachipta biletlari va mehmonxona xarajatlarini qoplab berar ekan. Bunaqa imkoniyatga qo'ldan boy bermang.